Xonali yashashga tayyor uy so'raganlar uchun Novostroyka uyimizni obzorga kelganmiz. 6-etajda joylashgan, liftlari bor, 7 etajli dom. O'ng tomondan boshlaymiz. Birinchi xonamiz bo'ladi bu. Manzilni aytib o'tib ketaman shu yerda. Qarshi Beshkent mostidan shunday tushib kelganingizda chap tomonda joylashgan. Bu tomon Beshkentga tushish yo'li. Manzarasi ham chiroyli ekan lekin. Ikkinchi xonamiz bu yoqda chap tomonda kirganda konditsionerlar bor ekan, bu yoqda balkonlari ham bor. Uchinchi xonamiz mehmonxonasi bu. Sanuzeli. Kirmoshina uchun joy qoldirilgan. Hojatxonasi. Bu esa oshxonasi. Mebellari ham chiroyli chiqqan ekan. Uyimizni umumiy metr kvadrati 84 metr kvadrat. Narxi esa $42,000. Pastda egalarning raqamini qoldiramiz. Agar meni nomimdan so'raydigan bo'lsanglar, yana narxidan o'tib berishadi.